Assalomu alaykum. Sizlar bilan Shakida va sizlar bilan AI 0dan, ya'ni sun'iy intellekt 0dan 5 kunlik intensivini boshlaymiz. Ushbu intensiv yordamida sizlar bilan sun'iy intellekt o'zi nima, u qachon yaratilgan, u qanday ishlaydi va ularning turlari, ChatGPT, Midjourney va shu kabi sun'iy intellektlarni ko'rib chiqamiz va eng asosiysi to'g'ri prompt yozishni o'rganamiz. Agar ushbu videolar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Bugun intensivni birinchi kuni va bugun sizlar bilan sun'iy intellekt o'zi nima va u qachon yaratilgan shu mavzuni batafsil ko'rib chiqamiz. Xo'sh, sun'iy intellekt bu o'zi nima? U robotmi yo aqlli birorta odam o'tirib sizga javob yozadimi? Hatto mushmushlar ham tarqadi. Go'yoki hindistonlik razrabochiklar, dasturchilar sizni savolingizga javob berar ekan. Unda sun'iy intellekt o'zi nima? Sun'iy intellekt bu dastur. Har xil dasturlarni ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Windows, iOS, hattoki Microsoft Word ham bu bir dasturning turi. Sun'iy intellekt ham dastur hisoblanadi. Har bir dastur o'zini tilida yozilgan kabi, sun'iy intellekt ham o'zini tilida yoziladi. U Python bo'lishi mumkin, C++ bo'lishi mumkin. Razrabochikni o'zi, dasturchini o'zi o'ziga mos kelganini tanlab va sun'iy intellektni yaratadi. Aytishingiz mumkin, sun'iy intellekt o'zi nima? Men endi eshitdim, uni umuman ishlatmaganman va tushunmayman ham. Lekin siz sun'iy intellektdan foydalanib kelmoqdasiz, o'zingiz bilmagan holda. Qayerda deysizmi? Oddiygina. Okay Google menga yordam bergan. Yoki Siri meni oyimga qo'ng'iroq qilgan. Ushbu kabi savollarni telefonda yo Google ga berganingizda siz sun'iy intellektni ishlatgan bo'lasiz. Hattoki telefoningizga Face ID qilib telefoningizni tutib Face ID yordamida kirganingiz ham bu sun'iy intellektdan foydalanganingizni bildiradi. Hattoki Instagram foydalanuvchilari yo TikTok foydalanuvchilari bo'lsa, u yerga kirsangiz, o'zingiz bilmagan holda sizga yoqadigan, sizni stilingizga mos tushadigan videolar ko'payib borayotganini his qilasiz va qaysidir mavzuga ko'proq like bosib yo ko'proq ko'rib qolsangiz, o'sha mavzular yanada ko'proq chiqib boradi. Bu albatta bu ham sun'iy intellekt. Demak, siz sun'iy intellektdan foydalanib kelmoqdasiz, hatto o'zingiz bilmagan bo'lsangiz ham. Ha, aytgancha, agar siz ham Snapchat orqali har xil rasmlarga tushgan bo'lsangiz, bu ham albatta sun'iy intellekt hisoblanadi, ushbu filtrlar. Sun'iy intellekt bu kecha yo 1 yil oldin paydo bo'lib qolgan dastur emas. Bu haqida 1950-yildan boshlab ishlashni boshlashgan. Ya'ni qaniydi kompyuter bo'lsa, inson kabi fikrlay olsa deb aytishgan. Va ushbu jarayonda ular sun'iy intellektga qadam qo'yishni boshlashgan. Lekin so'nggi 10 yil davomida sun'iy intellekt juda avjiga chiqdi, rivojlanishni boshladi. Buni sababi nimada? Buni sababi kuchli kompyuterlar oldin yo'q edi. Ya'ni ma'lumotlar bazasi ham yetarlicha bo'lmagan. Bu haqida alohida to'xtalib o'tamiz, nimaga bu juda muhimligini va albatta internet tezligi. Bu ham juda muhim rol o'ynaydi. Va bularning barchasi birgalashib sun'iy intellektni oxirgi yillarda rivojlanishini va mashhur bo'lishini ta'minlab berdi. Nega sun'iy intellekt oxirgi paytlarda juda mashhur bo'lib ketdi? Chunki birinchi yaralgan sun'iy intellektlar ular faqat dasturchilar uchun edi. Ular odamlarga ochiq emasdi. Va undan faqat dasturchilar, ilmiy markazlar, katta kompaniyalar, ya'ni katta pul ajrata oladigan kompaniyalar yokida uni tilini tushunadigan, aytib o'tganimizdek, dasturlash tilini bilgan dasturchilargina u bilan suhbatlasha olgan, yozisha olgan. Va bu barchasi yopiq texnologiyalar bo'lgan.
va ChatGPT chiqqan kuni barchasi o'zgardi. 2022-yili OpenAI ChatGPTni barcha uchun ochdi. Albatta, boshida cheklovlar bor edi. Ya'ni qanday cheklovlar? Undan faqat Amerikada yashovchilar foydalana olgan va faqatgina ingliz tilida foydalana olishgan. Lekin buni barchasi bepul edi va bu birinchi barcha uchun ochiq bo'lgan sun'iy intellekt hisoblandi. Va buning uchun siz Python yoki C++ boshqa bir dasturlash tilini bilishingiz kerak emas edi. O'zingiz bilgan tilingizda yoza olishingiz mumkin edi. Aytib o'tishim kerak, o'zingiz bilgan til bu o'sha paytda birinchilardan bo'lib faqat ingliz tilini tushuna olgan va bu Amerikada ochiq bo'lgan. Shu sabab boshida faqat ingliz tilida muloqot olib borilgan. Shunga qaramay, bu juda katta imkoniyat bo'lgan. Va shularni hammasi birgalashib sun'iy intellektni yangi darajaga portlatib olib chiqib yubordi. Bir xilgilar aytishdi, sun'iy intellekt umuman kerak yo'q, ishlatishni ham xohlamayman, o'rganishni ham xohlamayman deb. Lekin men bu fikrga qo'shilmayman. Bu internet kabi. Qachonlardir internetni ham shunday deyishgan. Yo'q, bu nimaga kerak? Bu kerak emas. Baribir odamning o'rnini bu bosa olmaydi, bizga kerak bo'lmaydi deb. Va hozirgi kunda internetsiz hayotimizni tasavvur qila olmaymiz. Sun'iy intellekt insonning o'rnini bosadimi, yo'qmi, men buni ayta olmayman. Men o'ylashimcha, bosa olmaydi, chunki baribir u bilan foydalanish uchun inson kerak. Bu dastur va har bir dasturdan foydalanish uchun uni yaxshi tushunadigan va biladigan inson kerak bo'ladi. Shuning uchun sun'iy intellektni o'rganish kerak deb hisoblayman. Sun'iy intellektni o'rganish kerak. Yaqin kelajakda bu internet va telefon kabi hayotimizning bir qismiga aylanadi va bu sizni ishlaringizni yengillashtirishda yordam beradi. U sizni ishingizni tortib olmaydi, aksincha bu ishingizda yordam beradigan zo'r instrumentlardan biri bo'lib hisoblanib qoladi. Agarda bu menga yo'q, kerak emas, xohlamayman siz, bu xuddiki internetdan foydalanishni xohlamayman yoki-da telefonni o'rganishni xohlamayman deyish bilan bir xilda. Ushbu videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, demak o'ylaymanki, sizga bu mavzu qiziq va keyingi videolarda sun'iy intellektning turlari va undan qanday to'g'ri foydalanish haqida gaplashamiz.